Oxirgi paytda jahlingiz tez chiqyaptimi? O'zingizni boshqara olmayapsizmi? Bu kortizol me'yoridan oshganining sababidir. Kortizol tananing stress menejeri bo'lib, ertalab uyg'otadigan va xavf bo'lsa, himoya rejimini yoqadigan gormon hisoblanadi. Ammo uning ko'tarilishi yoki tushib ketishi nuqtada butun organizmni izdan chiqaradi. Chunki kortizol faqat stressni emas, balki qon bosimini ham boshqaradi. U buyrak usti bezlari ishlab chiqaradigan asosiy favqulodda holat gormoni. Me'yor buzilganda esa belgilar o'zini tez ko'rsatadi. Vazn ortishi, qorinda yog' to'planishi, uyqu buzilishi, asabiylik va panika, energiyaning keskin pasayishi. Eng achinarlisi bor bu, kortizol baland bo'lsa, hech qanday parhez, mashq yoki vitamin samara bermaydi. Kortizol tahlili haqida batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarga plus qoldiring.